Heyo hamele salom YouTube ahli sizlar bilan birga bugun Killer PUBG. Bolalar salom-salomimizlar. Bugun biza 10 ming so'mlik, 50 ming so'mlik va 100 ming so'mlik akkauntlarni obzor qilib o'tamiz. Qadimgi bo'lmasam boshladi. Bu bizning 10 ming so'mlik akkauntimiz. Bu akkaunt 10 ming so'mga arziydigan akkaunt. Agar arzimasa arziydi kommentariyada yozib qolishingizni xohlardim. Xursand bo'lardim. O'sha hech nima yo'q, belgiga skin bor bitta. Keyin yana nimaga bor? Bo'ldi, boshqa narsaga yo'q. Bulardan ham yo'q. Bolalar nafas olishingiz nima unaqa sal shamollaganman, burnimam bitgan, shuning uchun og'izdan nafas olishga majburman. Keyin mototsikl bor bolalar. Ana o'zimning Killer akkaunt savdo kanalim ham ana video opsiyasida bo'ladi. Bu akkaunt kanalimdan 10 ming so'mga olishingiz mumkin. Bu toza Google akkaunt bo'ladi. O'zim Google ulab qo'ydim buni, chunki bo'sh bo'lgani uchun nomer ulamagan va prosta Google ulab qo'ygan. Massa meni akkaunt. Bo'lib berilgan boshqa narsalar yo'q. Endi 50 ming so'mlik akkauntga go. Mana bolalar, bu ikkinchi akkauntimiz. Bu o'sha 50 mingga tushgan akkaunt. Bu akkauntda nimalar bor? 11-sezon va 12-sezon, o'tgan sezonni RP'si bor. Bo'luncha zo'r narsalari yo'q. Kaskadan mana bunaqa narsalar bor. Keyin bor, menga yoqadi. Shu chotki chula turaman, ham yoqadi. Lekin boshqa normal narsa yo'q bu yerda. Keyin bor. Nima kirib ketdi? Keyin mana bulardan ham normalsi yo'q. Sumkalar mana bunaqa. Bundan ham bunaqa. Endi arzonli skinni oxirroqda ko'rsak ham bo'ladi edi. Mototsiklga bitta bor. O'sha bu ham sezonniki, bunga bitta bor. Endi arzonli skinni ko'radigan bo'lsak, to'xtanglar, ko'p edi. Ko'pda, короче, kuchaytiriladiganlar 3 ta bor ekan. Bu 2 o'tgan sezonniki, bu 11-sezonniki. Demak, chiroyli ham bu ham. Keyin Thompson bor. Hammasi 2 xil ishgan. Mayli. Bu bizning ikkinchi akkauntimiz edi. Ya'ni 50 minglik bu shabloncha 50 ming deb qo'ydim. O'zi 35 mingga olingan akkaunt. Mana bu 48-level akkaunt. Bulardan nimalari bor, bu yaxshi narsalar yo'q. Biz endi oxirgi 3-akkaunt, ya'ni 100 ming so'mlik akkauntga o'tamiz. Ketdi. Bolalar, mana biz 3-akkaunt topib, bu akkauntimizga ham yetib keldik. Bu akkauntga kirishimiz bilan o'zi kuchaytiriladigan motion 71-level va cookset full kutib oladi. Bu akkaunt obzoriga o'tgan bo'lsak, shunaqa mifiglar, mana ko'rishingiz mumkin. Ochkilar, maskalar. Umuman yo'q degan maska bor ekan. To'xtalamay keyin bu kiyimlar. Mana Today Mercy kiyim bor. Keyin mana bu Welcome Dates bor ekan. Keyin mana bu bor. Keyin bo'ldi, boshqa oldinlari yo'q. Mana bu normallik temsetga. Keyin sumkalardan mana bular bor. Keyin ishtonlardan o'tkazadigan bo'lsak, mana bor ekan. Bu ham menga yoqadi, ancha oldi bu ham. Keyin mana qora setda ishtoni bor va bular qiziq emas hech kimga. O'ziman 416 ga 3 ta skin, men bularga skinlarni ko'rishingiz mumkin. O'ziman ochmagan ekanman bularni. Mana 24 ga, AVM ga, Win 94 ga, SKS, VSS, Mini 14, MK 14 va mana boshqalar qiziq emas bo'lsa kerak sizlarga. Faqat qiziqlarni ko'rsam sizlarga, mana sovuq qurol qiziqlar ko'plarga. Bu yerdan skоворodkaga 8 ta, machetiga 3 ta va xanjarga 1 ta kuchaytiriladigan arzonlarni ko'radigan bo'lsak, bulardan 4 ta kuchaytiriladigan arja bor va bu
Mana akkauntimiz, keyin bu yerdan 71-level. Keyin bu yerdan ko'radigan bo'lsak, mana bu bor, bu ham oldi. Keyin mana bu yerga hech kimga qiziqmas sezondagilar, mana bu ham oldi ancha. Keyin yana mana bu bor ekan, o'zini anonchi paralleli. Yana mana bular boshqa joylari qiziqmas sizlarga. Emotsiyalarga keladigan bo'lsak, bu akkauntda mana bunaqa o'zi oldi emotsiyalar, mana вообще oldi, bu ham oldi. Bu ham oldi, bu ham oldi. Mana menga yoqadigan oldi emotsiyalar bor ekan. Bolalar hozir ko'rib o'tgan hamma akkauntlarni meni Telegram kanalimdan olishingiz mumkin va arzon narxlarda. Telegram kanalimning silkasi video описаниесida bo'ladi. Men YouTube'da yangiman, qo'llab-quvvatlash sifatida kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan kelar pavik.